Şunda uçuk, şunda rahatken. Yüreğim hoşal tepti, hoşal tepti. Ben yani seğin ganda, seğin ganda. Ben yani seğin ganda, seğin ganda. Uçrişarmiz işkiyemiz gül çiçek, gül çiçek içilganda. Uçrişarmiz işkiyemiz gül çiçek, gül çiçek içilganda. Turnalar uçup gitti ay, gül bağını yaratkan dek. Turnalar uçup gitti ay, gül bağını yaratkan. Yarım çıktı aldım alemni, alemni yaratkan. Yarım çıktı aldım alemni, alemni yaratkan. Tağda da yol al diyemey, gül bakka varamende. Tağda da yol al diyemey, gül bakka varamende. Deste deste gül diyezliyem, yarımga, yarımga tutamayende. Deste deste gül diyezliyem, yarımga, men yaga tutamayende. Men yaga sunamende. Bu yıl 48 yaş kirdim. İşki ustaz özü orunduk aylandı. Bu nayt yaxşı natija oldu. Bu acayip obrazlık balken ha? Kesbim güzel sanat. Aynen. Aynen. Anda o skapa oğlanmaydı. Aslı bu nakşa nurgun terbiyeni bişini ötküzgendekin endekin kildiğen yetti. Ben sel aksakallı kıp kaldım bu nakşaga. Yaxşı etdiniz. Manın mezgi hamda bazı nakşlarını bilsek manın da qiyin tuyulmaydı ço. Bunun da keyin ma o iş ustazdan
birisini biz ma'lum qilib tanlaymiz emasmi o'zimiz? Demak, men seni sizga yana bir qatim bor. Do'st, biz ustozlarning fikrini anglab baqili. Bu naqshini dadam bek yaxshi ko'rdi-chu. Shu kichigimdan attiginisi radioldimi chiqib turadi. Dadam onu özüm eğitdi. Qulğumğumuz şundaq tonuş, Ayşigüladamı bek yaxşı görüp eğitdi bu naqshini. Şununğa şundaq illiq, şundaq yiqimliq bilinib ketdi manga. Kichik vaqtimni eslatdingiz. Onun üstüge şu avazınızdan maviliqi baş qismlarım şunda oçuq, şundaq rahatken. Şu ig'izlar etishlaringizmi, şu texnikalarni ishlatishlaringizmi şundaq yaxshi. Nimsa? Qanday qoldim men? Ig'iz etishi. Ig'iz etish. Texnikalarni ishlatishimi shundaq yaxshi. Ig'iz bo'shlig'i texnikasimi? Yana bir gaplarni topqingiz keldi. Ma'lum degan ma'lum qarang. Siz shu nazariyadimi dars beryapsizda, endi amaliyot bilan birlashtirib. Shunga bizni sizning ağzınızdan ağzımız keldi. Özürlük keldi ras. Rahmat aka. Sizlardan men turmushliq nurg'un narsalarni o'rganaman. Shundaq yaxshi ko'rdim. Rahmat. Shuningga endi mening gruppamga kelsangiz, texmi jiq asarlar bilan shu uchrashsaq degan umid bilan sizga o'rildim. Rahmat. Abdüşkürkam menden çoğun kemdi. Abdüşkür akam deymende. Başta çıkıp kaldı. Başta çıkıp kaldı. Ama Abay Ablaka degendek Abdüşkürkam bana qarşılı bir sanatlikni turibdi. Şunaq obrazlık ha. Birisi o'xshaydi, birisi o'xshaydi. Siz vaqtida kadar kim bu? Akagan asarmi bek yaxshi. Hem o'rinda jihatdiki hozir ko'pda savarlik bo'lmadi deyolmayman. Savarlik bo'ldi Abdüşkürka. Hamda qolgan tarafdan nayt yaxshi. Shuningga menmi o'sha Abdüşkürkam gruppam kaz cho'qim yaxshiroq. Undaroq bir sizib qo'ysang bo'ldi. Yo'q, sen sizdan sen. Menimda. Bu naqshet qilib kelibdi. Sen sizib qo'ysang bo'ldi. Güzel sanatga dedi aka. Shu. Rasmi bor buning ichida. Shuna ba'voqlar sizaydigan ishlar bo'lib qolsa, Heykel qatırdığa işlap qalsa aka. heykel qatar. Uningga qilib Abdulla akamniki qatirib bo'ladi so'rish. Avval heykel qatirib Abdulla akamniki qatirib. Qatırış deyish ko'sa. Qatirib deyish ko'sa. Uning texba heykellarni o'ylamaymiz hozir. Bu bizning tiligimiz Abdulla akamniki shu. Senin gruppana kep kap qalsa. Kep qalsa. Deyish başka bir gün bir siz duran. Sonda bu yoq sizdan qalsa. May bu yoq. Mening gruppamga kelqasiz sizimiz aka. Ya, su bu yoq Sizimizda ya, may bu yoq. Aygil ma'lum sizimizda edi. Ha, yaxshi. Ya may bu yoq, su bu yoq hammasi bor. May bu yoq sizniki Abdüşkürkan. May bu yoq. May bu yoqda meni siz qilib bo'lar. Acaba may bu yoq bo'lmamdi. May bu yoq bo'lmamdi. Acaba Ya elimi bulduk ya. May bu yoqda bo'lmaydi degan gap yo'q. Qapılashmay turib azdan taqsirlari. Ben bir mutayimni tushuntirib olay. Hozir bo'layotgan ish shu bulutda deyapti. Bulutda ya. Meni davondan aran tushdi. may bu yoq bo'lmaydi demdik deymi? Bu yerda may bu yoqdan su bu yoqdan. Yo'q, elim nima chiqdi tashlab işte. May bu May bu yoqni bo'layverdi dedi. Ya, may bu yoq Ya bu bo'lmaydi sen degan kan. Taşmadı ya sidam siz misin? may bu yoq bo'lmamdi. Buludi aka. Bu yerda may bu yoqni bo'lmaydi degan adam yo'q. Zam nima gap bo'lardi aka? Ya nima gap bo'lgani bizmi to'g'ri ketamidi? Meni faqat muddayi. Ma gapni may bu yoq sizniki. Nima bu yoq o'z bo'laverdi bo'ldi. Sizniki. Şamboya qilasiz aymiya. Abdakkamni asaroq sizmi desa oq bu yoq bo'lsa bo'ladi. Chechimizning aqliga o'xshab ketdi ekan. Ha. Sen ming desangmi sening gruppan. Abdüşkür aka chaqchaq qilib hamda azroq rahatlik bo'lsin sizlarga debchi. Rahmat. Ras hamda saknat tug'anlar biz bilimizmi turib qanchalik jiddiylikda, qanchalik ahvolda bo'lganlar shunaqa rahatlik bo'lsin deb Abdulla akam ham degandek rahat bizdan paranglashdik.
Hamda maqsad kelsak aka, men chin ko'nglimdan guruhimga kelsangiz, xo'shallik bilan qarshi olaman. Tang ugunib, tang yaxshi bo'lgan asarlarni chiqarish uchun harakat qilamiz aka. Rahmat. Endi Aygul muallim Maybo'q olsun bo'ladi dedi. Aygul muallim tangsizimiz dedi. Aygul muallim tangsizimiz Maybo'q olsun bo'ladi dedi. Endi Toshkent Aygulni tam Maybo'q nima ish oldik tam endi bu Toshkent. Maybo'q bilan bu yoqlarni Shundami siz Maybo'q olsun bo'ladi dedingiz? Shuni Alloh bak yaxshi deyman Maybo'q. Oy, yomon degan adam yo'q. Abi Aygulga 2 oktava bu yoqqa Pankpalıklar. Hop. Un dedik, bun dedik, san işçimiz kuyap. Rahmat, rahmat. Tanışıpsizmi? Bir sanat bilan bir sanat ailesi ichidagi güzel sanat rassomlikka Bir nevr kelimiz uchun Bir sestima. bir sesini bir aile. Ikkinchidan o'zi nayt obrazlik ekan. Haqiqiy rassomlarga xos. Shu birdam yerimda chaqchaq qilishdiqchimi mana to'g'ri tushunamiz. Çatak yok. Ben emniyette bek ciddileştim. Bunu ben yalnız tamın kendilerinde esam bunun da yaxşı ettim ha. Ama sahneye hayatım çıkıp bakmagan mikrofonu fakat televizordan köygen. Televizyondan köygen. Miyakil tuttum bunu. Sen zira tutup aldınız şu. Kançılık tutsam çıkıdığalıqını bilmeyim hatta. Aslında boğaçqa siz jiroq tutib oldingiz. Aslında bir ciddileştiler, bir zihnim bir xil patparaqçılık qalayım kançılık. Sen bu iştaptı bizga Maybo'qdan mobil tutqizib qo'ysamiz, qanday qilishimizni bilmagan. Kalem kılımızı çıktı dedi. Ben siyaga kelibsan degan. Maslan tutsan degan. Qanday bo'lsa san'at asli negizini bilishda. Shuning uchun bu ijtimoiy yana garchi birinchi qatam sahnaga chiqish bo'lsa-mu, bizning ustozlarni xeli bir ta'sirlantirdingiz. Rahmat. Güzellik umuman odamning qalbiga ya ko'rish bilan, ya anglash bilan ta'sir qildi-ku. Shundoq. Demak, sizningki san'atingizni biz ko'rib o'zirlanamiz. Hamda bizning san'atimizni anglab biroq to'laroq Ressomlik ko'rish san'ati, ama naqsha anglash san'ati. shunday. Chiroyli o'zingizning obrazi bilan birga anglash bilan ko'rishni birlashtirib turyapsiz. To'g'ri. Bo'ldiki, mana shu yigitning ovozini bir yana bir baldoq ko'tirish kerakki. Ma obrazga ravrus gurildab chiqib bo'lmaydi, Aygul.